keta olmayman. Sen gapimga quloq sol. Bu yerda sen xavfsiz bo'lasan. 1-2 yil bu yerda qattiq ishlab, qarzlarimizdan qutulamiz. Sen ishlamasang ham mayli, lekin yonimda bo'lishing kerak. Uyni qulflab tez hozir yo'lga chiq. Ular juda ham xavfli odamlar. Meni tushuning-a? Bo'pti. Alo. Maftuna, meni kechir. Men albatta qaytaman. Uydan chiqib ketdim. Ketayotib uyni tashqaridan qulflab qo'yarsan. Agar borar joying bo'lmasa, shu yerda yashab tur derdim-u, lekin u yerda yashab turish juda xavfli. Senga hammasini keyin tushuntirib beraman. Seni sevaman. Alo, Maftuna, yaxshi dam oldingmi? yaxshi rahmat. Qayerdasan? Uydaman desam ham bo'ladi.